Jigar turli toksik moddalarni zararsizlantirish va olib tashlashga yordam beradigan o'ziga xos filtr bo'lib xizmat qiladi. Ushbu funksiyani bajarish jarayonida organ boshqa filtrlarga o'xshab tiqilib qoladi degan fikr bor. Shuning uchun uni tozalash kerak. +1 301 760 60 70 bizning WhatsApp raqamlarimiz. Aziz do'stlar, Salomat Time deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Bizning bugungi dasturimizning mavzusi esa jigar tozalash deb ataladi. Umuman olib qaraganda biz hammamiz masalan aytaylikki chang yutgichni ham tozalab turamiz yoki krandagi turgan filtrni tozalaymiz, to'g'rimi? Lekin biz odamlar afsuski mana shu uy, ro'zg'or, bola-chaqa, ish deb o'zimizning sog'lig'imiz borasida birozgina o'ylanmay qolamiz va maylida, keyinda deb qo'yamiz. Lekin aynan jigar to'g'risida olib boradigan bo'lsak, jigar bizga kerak. Nima uchun aynan jigar? Qanday qilib tozalasak degan savollar keladi. Albatta aziz do'stlar, bu yerda aytmoqchimizki, jigar tozalash bu shifokordagi bo'lgan termin emas, chunki bu yerda bu jigar shunday organlardan biriki, u tirilishi qaytadan va toksinlarni to'plamaydi. Lekin aynan mana shu yon atrofning zaharlanishi, noto'g'ri ovqatlanish, alkogol iste'mol qilish va boshqa bir faktorlar albatta mana shu narsaga ortiqcha yuk beradi jigarga. Bu esa bizning hayotiy zarur bo'lgan organlardan biri hisoblanadi. Keyin oxir oqibat esa jigar albatta mana shu yuk bilan ishlalmaydi va bizga bo'lgan afsuski dahshatli narsalarga olib kelib qo'yadi va bitta mana shu organ aziz do'stlar, agar bilmagan bo'lsangiz 30 ta funksiyani bajarib keladi. Bu detoksatsiya, xolesterin va belokni ishlab chiqarishda yordam beradi, qon quyilishda yordam beradi va glyukozani normal holatga keltirishga yordam beradi. Umuman olib qaraganda bu jigar tozalash bu biz jigarni qo'llab-quvvatlash va albatta uni himoya qilish degan ma'noni aytiladi. Bu esa aziz do'stlar hozirgi zamonaviy hayotda, zamonaviy dunyoda deydi shifokor aytyapti. Alkogol, sigaret chekish, juda kam aytaylikki yaxshi emas ovqatlanish va umuman olib qaraganda gazlangan megapolisda yashab kelganligimiz uchun bu deydi bizning jigarimizga ortiqcha yuk bo'ladi deydi va oxir oqibat deydi bu xronik intoksikatsiyaga olib kelib qo'ygandi deb aytadi. Qanday qilib tushunsak bo'ladiki, jigarni tozalash kerakligini? Juda ko'p faktorlar mavjud bo'ladi. Masalan, agar biz yog'li qovurilgan ovqatni yoki aytaylikki shokolad iste'mol qilsak, bu yomon va zararli albatta mahsulotlarga tegishli bo'ladi. Eng jigar kasalligi, mashhur kasalliklardan biri bu albatta jigar kasalligi deb ataladi. Ya'ni bu yog'li distrofiya jigari deyilgan. Ya'ni bu jigarning to'planishi deb ataladi. Yoki aytaylikki biz balkim zararli qandaydir bir korxonada ishlab kelmoqdamiz. Yoki aytaylikki biz alkogol iste'mol qilib va dorini iste'mol qilgan bo'lsak, bu esa aziz do'stlar toksik jigarning olib kelishiga olib keladi. Birinchi o'rinda bu nimani ko'rsatib keladi? Bizning tanamizdagi terimiz sariqligi aziz do'stlar, ya'ni bu degani bilirubirin yuqori deb ko'rsatilgan. Ikkinchidan bu albatta xolesterol, bu terimiz qichishi deb ataladi va albatta bu o'ng tomondagi og'riq, bu esa albatta agar shunday bo'lsa, demak jigar kattalashganligi to'g'risida xabar berilib keladi. Va agar mana shunday siz o'zingizda asoratlarni ko'rayotgan, sezayotgan bo'lsangiz, sizni shifokorga murojaat etishingizni tavsiya qilamiz. Jigar bu shunday organki, u hech qachon og'rimaydi aziz do'stlar, lekin qandaydir bir uning og'riqish to'g'risidagi bo'lgan ko'rsatmalarni ko'rib chiqishimiz kerak.
o'ng tomondagi og'riq, ayniqsa qovurilgan va yog'li ovqatlarni iste'mol qilganimizda og'izda qandaydir bir achchiq ta'm keladi. Bu ikkinchisi. Uchinchisi, albatta ich qotish va diareya bo'lishi mumkin. Bizning soch buzilishi, qon buzilishi va astenichskiy sindrom deyiladi. Bu degani siz o'zingizni kuchsiz, tez charchab qolasiz va albatta birinchi o'rinda bu uyqusizlikdan ham aytadi. Kayfiyatingiz bugun yaxshi, 5 minutdan keyin yomon. Bu judayam umuman ko'rsatkichlar yana boshqa kasalliklarni ham ko'rsatishi mumkin. Bizning jigarimizning qanday ahvoldaligini faqatgina kompyuter diagnostikadan ko'rishimiz mumkin. Qanday qilib jigarni biz tozalasak bo'ladi? Birinchi o'rinda bu albatta batlarni iste'mol qilishimiz kerak, lekin faqatgina shifokor yozib bergan batlarga. Yana bir narsa bor, bu siydik haydovchi dorilardan biri bo'lishi mumkin. Bu ham eng yaxshi narsalardan biri. Sarbentlar ham mumkin. Bu shunday preparatlardan biri. Bu albatta antidepressiv holatlardan biri bo'ladi. Lekin bu dorilarni faqatgina alkogol bilan dorini bir iste'mol qilgan bo'lsangiz, o'shandagina sizga yozib berishi mumkin, aziz do'stlar. Eng yaxshi profilaktika uchun bu yerda bu narsalarni yo'q qilishdir, aziz do'stlar. Bu yerda biz dorilarni o'zimiz iste'mol qilmasligimiz kerak, faqatgina shifokor bizga tavsiya etgan dorilarni qilishimiz kerak. Qanday qilib biz jigarni qo'llab-quvvatlasak bo'ladi? Uy holatida bo'lsak, albatta birinchi o'rinda biz o'zimizning vaznimizni doimiy ravishda kontrolda turish kerak. Kamroq yog'larni iste'mol qilish kerak. Ko'proq meva, sabzavotlarni va albatta kletchatkaga boy bo'lgan mahsulotlarni iste'mol qilishimiz kerak. Yana parhez tutsak ham bo'ladi. Bu albatta meva, sabzavot, kletchatkaga boy bo'lgan, aytaylikki, guruch, pshonka, perlovka va hokazo. Yog'li emas sutli mahsulotlar, shirin emas albatta ichimliklar. Yana yog'siz ovqatlarni iste'mol qilsak bo'ladi. Masalan, aytaylikki, kunduzgi sizning menyungiz shundan iborat bo'lishi mumkinki, nonushtaga siz tvorog iste'mol qilsangiz bo'ladi. Uning orasida siz olma yoki banan iste'mol qilsangiz bo'ladi. Tushlikda esa albatta siz sabzavotdan tayyorlangan sho'rva yoki aytaylikki guruch qaynatilgan, hamma narsa qaynatilgan bo'lishi kerak, aziz do'stlar. Bu eng yaxshi narsalardan biri, lekin qanday eng yaxshi foydali mahsulotlardan biri jigarga bu albatta ko'k choy, uzum, qahva, greyfurt, chesnok va albatta ovsyanka. Bular eng yaxshi va bular bizning jigarimizga ishlab chiqarishga yordam beradimi yoki yo'qmi? Buni hali to'liq ayta olmayman, lekin shifokor aynan mana shu mahsulotlarni tavsiya etadi. Shuning uchun ham biz, aziz do'stlar, mana shu parhezga o'tirishdan avval ham bundan aytgan edik, biz baribir nima bo'lgan chog'ida ham meva, sabzavotlar albatta bo'lishi kerak. Agar biz o'zimizning organizmimizni yosh, kuch-quvvatda saqlab qolishga, faqatgina shifokor bizga aytishi mumkinki, nima mumkin emas. Shundagina biz to'liq parhezga o'tirishimiz mumkin, aziz do'stlar. Yana bir narsani unutmasligimiz kerakki, biz parhezga, to'g'ri ovqatlanish degan narsaga o'tirib qolib, lekin bu to'g'ri ovqatlanishning boshqa asorati mavjudligini ham unutmang. Aziz do'stlar, biz esa mana shunday asnoda sizlar bilan xayrlashib qolamiz.